Nima ichirgandingiz? Mana siz aytganingiz ko'kda. Smart ichirdingiz. Singlim ham o'shandan ichyapti, opam ham o'shandan ichyapti, o'zim ham o'shandan ichyapman. Oyog'i urinyapti opamni. Oyog'im yaxshi bo'lib qoldi. Singlim direktor qildi, singlim ham yaxshi bo'laman deb u ham ichishga boshladi. Birinchi doq dedi, rosa yomon ortyapti dedi. Keyin hozir ancha yaxshi opa, ancha yaxshi bo'laman dedi. Yaxshi bo'lmasang aytarmidim dedim. Men zinani ko'rsam ko'nglim ozardi dedim. Oyog'im og'rigandan shu zinani qurganligiga dedim-da, desam men rahmat deb bo'lib qolardim-da, o'ziga aytib berdim ma'lumda. Hozir tipir chiqyapman desa, voy yaxshi bo'lib qoldi, ancha yaxshiman deyishyapti. Opa singillarim. Xo'jayiningiz hozir davolanib bo'lib qoldimi? Ha, xo'jayin Ichi boshladimi? Yaxshimisiz endi adasiz. Siz meni yonimda turishingiz kerak, farzandlarni joylashimiz kerak. Ishimiz mana bu. Har kasal bo'lsangiz nimasi bu dedim-da. Shartta ichishga boshladim. O'zim ichayotganimdan, qizimga ham ichiryapman, ularga ham ichiryapman, mana shunaqa qilib. Xudoga shukur, ancha o'zgarish bor. Endi bu balzamlar mo'jizaviy, aqlli balzamda o'zi. Tuzalib ketaydi, Xudoga ishonib iching, Xudo shifosini bergan, tuzalib ketay shundan. Ichib o'ring desam, ichyaptilar. Oldinlari birinchi kunimda bersam, anaqa qilib qilib ichyapti-da, yarim stakangina sigaret. Endi o'zi Maqsumxon tez olib chiqib berading, ichvasangiz, man to'pollar meni ichyorlar. Shartta ko'tariladi deb berdim. Ha, yo'qotdi desam, o'lyapti dedim. Shartta ko'tardi, madinglar deydi. Xudoga shukur dedim. To'g'ri, mana shuni ketidan yaxshi bo'lib zo'r bo'lib olsalar. O'zi hech qanaqa o'tmam, og'riyvermaydi, sizlarga o'xshab deyiladi. Bitta mashina o'zi mashina qo'rardi, hozirga. Da. Isini chiqarsa, bilan chiqsa, kechasini uxlab chiqsalar, u vahshiydi, 3 kundan keyin qolardi-da sizlar. Hozir zo'r. Hozir Xudoga shukur, mana o'sha bir hafta bo'ldi mana. Bu o'sha 7-kun. Xudoga shukur, zo'r shundan yaxshi bo'lib, zo'r bo'lib ketsalar deydi. Alloh shifosini bersin. Balzamlarga gap yo'q, balzamlar zo'r, действительно zo'r balzamlar. Ishonmayapti opamga. Opam hech ishonmayapti. Opam bilan birga aytganlar, ya'ni xo'ja aka. Abdujabbor akam, nima xo'ja aka? Abdushukur. Abdushukur aka. Men shartta kelib olganman-da, opam meni pulimga unaqa doriga ishonmayman. Bir ishonsa ishonmayman. Ichib o'zim yaxshi bo'lganimda, oyi ko'ring, tomirimni yaxshiman, lekin zo'rman, yaxshiman desam, ko'rib, "Voy, yaxshi bo'lib qopsan, yaxshi." Voy, rostdan yaxshi bo'lyaptimi, buningiz deydi opam. Voy, rostdan yaxshi, qaraga o'zing ham yurishini deb aytdim. Keyin ichishga boshladi. Opam keyin bera qolmana bitta ichib qo'ying, ximikatni ichib, shuni iching dedim. Keyin